هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 174. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 174. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey insanlar! Sizlerge Rabbinlar tarafından şanlıq möcizeler bilen güçlendirilgen Muhammed aleyhisselamdan ibaret uçuk delil geldi. Sizlerge roşen nurni yani Kur'an'ı nazil kıldık. Allah'a iman etkan ve onunla yani Kur'an'a çın yepişkanlığa gelsek Allah ulanı öz rahmetige ve nimetige yani cennetiga dahil qiladi ve ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Allah tarafidan kelgan narsaning sifatlari to'g'risida. Allah Taala bu oyatda hamma insonlarga o'zining tarafidan katta bir paketning kelganligidan xabar berdi. Bu paket bo'lsa, kishilarning o'zri aytishiga o'rin qo'ymaydigan va shubhalarni yo'qotadigan dalil isbotlardir. Sizlarga roşen nurni, yani Kur'an'ı nazil kıldık. Yani sizlarga haqliqi nihoyatda ochiq bo'lgan bir nurni tushirdik. İbn Jurayj ve başqalar mundaq deydi. O nur Kur'an Kerimdir. Allah'a iman etgan ve onunla yani Kur'an'a çın yepişkanlığa kelsak, Allah ularni öz rahmetige ve nimetige yani cennetiga dahil qiladi. Ve ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu mu'minlarning dunyo oxiratdagi sifatlaridir. Ular dunyolikida e'tiqod va ish harakatlarida to'g'ri yo'lda, qiyomat kunida Alloh taolaning jannatlariga yetkaziladigan to'g'ri yo'llarda bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ota-onasi balası yok, meyitning mirasi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Allah ota-onasi balası yok kishi qoldirgan miras to'g'risida fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balası bo'lmasa, faqat bir hamshirisi bo'lsa, u tarakining yerimini oladi. Agar u ayolining balası bo'lmasa, her bir tuqqanining onun varisi bo'ladi. Her bir tuqqani onun varisi bo'ladi. Yani mirasning hammasini oladi. Agar u ayolning balasi bo'lmasa, her bir tuqqani onun varisi bo'ladi. Yani mirasning hammasini oladi. Agar ikki hamshirisi bo'lsa, ular tarakining 3dan 2 hissasini oladi. Eğer varislar hem hem ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi berildi. Adashmasliqinglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Ota-onasi ve balası yo'q kishilarning mirasining hukmi ota-onasi ve balası yo'q kishining mirasining hukmi ve bu vaqtdagi oyatning eng oxirida tushgan oyat ekanligi to'g'risida. İmam Buxoriy Baroining mundaq deganligini rivoyat qildi. Suralarning ichida eng oxirida tushgan sura Tavba surasidir. Oyatlarning ichida eng oxirida tushgan oyat: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ota-onasi
balası yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Alloh ota-onasi balasi yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo beradi degan oyatdir. Imom Ahmad Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men hech narsani o'ylay olmaydigan ig'ir kasal holatida yotganimda payg'ambar alayhisalom qishimga kirdi va menga tahorat suyidan to'kdi yoki to'kinglar dedi. Ondan men hushimga kelib payg'ambar alayhisalomga, mening urug' tuqqanlarimdan menga mirosxo'r bo'ladigan hech kishi yo'q. Ya'ni mening ota-onam va bola chaqalarim yo'q. Urug' tuqqanlarim mirosni qandoq o'lishidi dedim. Shuning bilan Alloh taolo miros oyatini tushirdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, bolasi bo'lmasa degan oyatdagi maqsad qilingan hukmni tushunish mu'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga qiyin keldi. Bu to'g'riliq Sahih Buxoriy va Muslimda Umarning mundaq deganlik rivoyat qilindi. 3 ish bor edi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishdan ilgari ularni bizga ochiq bayon qilib bergan bo'lsa, bo'libdi-ekan deb ketdim. 3 ish bo'lsa, u 3 ish bo'lsa, cho'ng dadasining mirosdagi hukmi oyatdagi ota-onasi bolasi yo'q meyit degan so'zdan maqsad qilinadigan hukm va jazonining turlaridir. Imom Ahmad Ma'dan ibn Abu Talhadin Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomdan oyatdagi ota-onasi bolasi yo'q meyit degan so'zda maqsad qilingan hukm to'g'riliq savolni boshqa bir ishlar ustida so'rg'inimdinmi ko'p so'rmadim. Hatta u savolni ko'p so'rganligimdan payg'ambar alayhisalom barmoqini maydamga noqishlab qo'yib, buni tushunish uchun sana Sura Nisoning oxiridagi yozda tushgan oyati yetarlikdir dedi. Bu oyatga munosabatlik so'zlarni bayon qilish to'g'risida. Agar bir kishi vafot bo'lsa, bolasi bo'lmasa, ya'ni bolasi ota-onasi bo'lmasa, bu oyatning bolasi ota-onasi bo'lmasa degan ma'noni bildiradiganligini Alloh taolaning bu oyati tushuntirdi. Faqat bir hamshirisi bo'lsa, u tarakining yerimini oladi. Agar o'lgan kishining hamshirisi bilan otasi hayot bo'lsa, hamshirisi hech qanday mirosga erisha olmaydi. Chunki butun olimlarning birlikka kelgan ko'z qarashi bo'yicha otasi qiz hamshirisining miros elishiga to'salg'i bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, Alloh taolaning agar bir kishi vafot bo'lsa, bolasi bo'lmasa degan so'zi Qur'onning ochiq bayoni orqali bolasi yo'q deganlikdir va tekstni cho'nqir tushunganda ota-onasi yo'q kishi ko'z tutilganligini bilib olg'ili bo'ldi. Chunki meyitning ota-onasi bo'lsa, hamshirisi meyitning mol-mulkining yerimiga erisha olmaydi. Hatto u hech qanday mirosga erisha olmaydi. Ibn Jarir va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Ibn Zubayrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning bolasi bo'lmasa, faqat bir hamshirisi bo'lsa, u tarikining yerimini oladi degan so'zining ma'nosiga asosan o'lgan kishining bir qiz bolasi va bir hamshirisi bo'lsa, u hamshirisiga hech qanday miros tegmaydi. Uning bir qizining bo'lganligi bir bolani qoldirganligi bo'ladi. Qiz hamshirisi meyitning bolasi bor bo'lgan ahvolda mirosga erisha olmaydi. Ko'p sondagi olimlar bu masalada u ikkisiga qarshi fikr bayon qilib mundaq deydi. Meyitning qizi bilan uning hamshirisi bor masalada bu oyatdan boshqa bir oyatning pakitiga asosan qizga muayyan miqdorda o'lchalgan miros bo'yicha molning yerimi
va qiz bir tuqqanga miqdor o'lchalmagan miros bo'yicha qolgan yerimi tegadi. Biz yuqorida so'zlab o'tgandek, meyitning mirosxo'rlari ikki xil bo'ladi. Bir xili ularga 3dan 1ni yoki 4dan 1ni oladi degandek muayyan miqdor bekitilib qo'yilgan bo'ladi. Yana bir xili muayyan miqdor bekitilgan bo'lmasdan balki birinchi xildagi mirosxo'rlardan qolgan mol mayli oz yoki ko'p bo'lsin, qolganini oladigan mirosxo'rlardir. Masalan, bu masalada qiz bolaning yerimini muayyan miqdor bekitilib qo'yilgan mirosxo'rlar bo'yicha olsa, hamshirisi qolgan yerimini ikkinchi xildagi mirosxo'rlar qatorida oladi. Hamshirisi ba'zida birinchi xildagi mirosxo'rlar bo'yicha miros olsa, ba'zida ikkinchi xildagi mirosxo'rlar bo'yicha miros oladi. Bundaq ahvolda, ya'ni miros qoldirgan kishining ota-onasi, bolasi yo'q ahvolda qiz birinchi xildagi mirosxo'rlar bo'yicha o'lgan kishining mol-mulkining yerimiga erishadiganligi bu oyat orqali sabit bo'lgandir. Ammo o'lgan kishining qizi bor ahvolda ikkinchi xildagi mirosxo'rlar bo'yicha miros elish tuvandagi hadislar orqali sabit bo'lgandir. Imom Buxoriy Aswadning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning zamonasida Muaz ibn Jabal bizning ichimizda mol-mulkning yerimini o'lgan kishining qiziga va yerimini uning hamshirisiga berishga hukm chiqardi. Ondan Sulaymonning qilgan rivoyatida bizning ichimizda hukm qildi deb bayon qildi. Lekin Payg'ambar alayhisalomning zamonasida degan gapni qilmadi. Imom Buxoriy Huzayl ibn Shurahbilning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Musa Ash'ariydan o'lgan kishining qizining, uning o'g'lining, qizining va hamshirisining meyitning miroslarini qandoq bo'lishadiganlik to'g'risida savol so'raldi. U molning yerimi qizga va yerimi hamshirisiga bo'ladi. Ondan savol so'rgan kishiga Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishig'i borgan va menga o'xshash javob berdi dedi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishig'i borgan, u menga o'xshash javob berdi dedi. Savol so'ragan kishi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bu vaqtda so'raganda uningga Abu Musaning Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qishig'i borgan, u menga o'xshash javob berdi degan so'zini yetkizdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu agar men bu masalada Abu Musaga o'xshash javob beradigan bo'lsam, albatta izib ketgan bo'laman. To'g'ri yo'l topquchilarning qatoridan bo'la olmayman. Men bu masalada Payg'ambar alayhisalom chiqargan hukmni chiqaraman. Molning yerimi qizga, uning 6dan biri o'g'lining qiziga, qolg'ini ikkinchi xildagi mirosxo'r bo'yicha hamshirisiga tegadi dedi. Savol so'rg'uvchilar mundaq deydi. Biz Abu Musaning qishig'i kelib, uningga Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning bergan javobini deb berdik. Abu Musa mundaq dedi. Bu ishda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu olim. Sizlarning ichinglarda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bo'lsa, mendan bir narsa so'ramanglar. Agar u ayolning bolasi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Ya'ni agar u ayolning meyitning bolasi ota-onasi bo'lmasa, uning har bir tuqqan qarindishi uning mirosining hammasini oladi. Agar har bir tuqqan qarindishi bilan birinchi xildagi mirosxo'rlarning qatoridan ayolning eriga o'xshash yoki uning ona bir oti boshqa her bir tuqqan qarindishiga o'xshash kishilar bo'lsa, ularga tegishli miqdordagi miroslarni berib bo'lib, ondan qolganini ikkinchi xildagi mirosxo'rlar bo'yicha bir tuqqan qarindishiga berildi. Mirosda bir tuqqan qarindishi bilan oti boshqa ona bir tuqqan qarindishining oralig'ida farq bor. Ota onasi bir
bo'lgan bir tuqqan qarindosh muayyan miqdori yo'q ikkinchi xildagi mirosxo'rlarning qatoriga kirdi. Onu bir oti boshqa bo'lgan bir tuqqan qarindosh birinchi xildagi mirosxo'rlarning qatoriga kirdi. Unda qilishni Sahih Buxoriy bilan Muslimda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan payg'ambar alayhisalomning bu hadisdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Sizlar miroslarni uningga tegishlik bo'lgan, ya'ni birinchi xildagi kishilarga beringlar. Uningdan eshib qolganini erning urug' tuqqanlariga beringlar. Agar ikki hamshirisi bo'lsa, ular tarikining 3dan 2 hissasini oladi. Shuningdek, hamshiralari 2dan ortiq bo'lsa, 3dan 2 hissasini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi berildi. Bu balalarning balları ve bir tuqqanlardan ibaret ikinci xildagi mirosxo'rlarning hukmidir. Adashmasliqinglar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Ibn Jarir Tariq ibn Shihabning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ömer tögünün tağaq söngüdən birini oldu ve sahabelarni yığıb, "Elbette men ota anası balası yok meyitning mirası to'g'riliq degan oyatda ayollar pardalari ichida so'zlashadigan hukmdan birini chiqaraman" dedi. Shu chaqda uydan bir yılan chiqdi. Shuning bilan kishilar uningdan qo'rqib tarab ketdi. Ondan Ömer, "Agar Alloh bu ishning bitishini xohlagan bo'lsa, albatta putur etdi." Hakim Abu Abdullah Nisabur Ömer ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar men payg'ambar alayhisalomdan uning vafotidan keyin kimning xalifa bo'lganligi mollarimizning zakatini berishga qarshi emasmiz. Agar men payg'ambar alayhisalomdan uning vafotidan keyin kimning xalifa bo'ladiganligi mollarimizning zakatini berishga qarshi emasmiz, lekin buni sana bermaymiz degan kishilarni o'ltirsa bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi va ota onasi balası yo'q meyitning mirosi to'g'riliq degan oyatning ma'nosidan iborat 3 ishni so'rab olgan bo'lsam, bu ish men uchun qizil to'g'idimmi yaxshiroq edi dedi. Ibn Jarir Ömer radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Bakr ota onasi balası yo'q meyitning mirosi to'g'riliq degan oyatning ma'nosida balası ve ota onasidan boshqa urug' tuqqanlar ko'z tutilgandir deydi. Ya'ni ota onasi ve balası yo'q ve uningdan boshqa urug' tuqqanlar bor demakchidir. Albatta men Abu Bakrning tushunchasiga qarshilik qilishga hayo qildim. Sahabelar tabiinlarning ko'p sondikilari shundaqla burunqi ve hozirgi zamonning cho'ng olimlari bu oyat to'g'risida Abu Bakrning degan so'zini qabul qildi. Qur'on Karimmi shu so'zning to'g'riligini kuchlantirdi. Adashmasliqinglar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Ya'ni haqiqatan adashmasliqinglar uchun Alloh taolo sizlarga miros hukmlarini ve belgilemelerini bayon qilib berdi. Alloh taolo sizlarning yaxshi va yomon oqibatini ve qaysi ishda bandalarga yaxshilik bo'ladiganligini Alloh taolo sizlarning yaxshi va yomon oqibatini ve qaysi ishda bandalarga yaxshilik bo'ladiganligini, kimning qanchalik mirosga loyiq ekanligini bilguchidir. Allah subhanahu wa ta'alaning fazli merhameti bilen Sure Nisa'nın tefsiri tügüdü. Allah şükürler olsun. Elhamdülillah.
inshaalloh kelar qitimliq o'qishimizda Sura Maidadan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.